Yeah. Yeah. You can hold this one. You can hold. Yeah. Yeah. Like hold this is all. Yeah. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan Sharq Turkiston va Uyg'uristonlik qarindoshlar. Men Erkin Ro'zi o'zinglar xabaringlarda bor. Dunyoda bo'layotgan har turli namoyishlarni ko'rdik qarindoshlarim. Men uyimda rastlasam jim o'tirishga sig'madim. Chunki xabaringlarda bor vatanda necha million inson u yerda jazo lagerida qirilyapti, o'lyapti. O'tirishni ben yaxshi ko'ramadim. Shu sababli o'zim yolg'iz olsammi, boshqa qarindoshlarim chiqib qoldi. Bu qo'limdagi mash'al bilan men bu yerda turdim. Bu yerda bir falastinlik do'stimiz hozir meni video qilib yordamlashyapti. Men bu Yevropada yashayotgan va Amerikada yashayotgan barliq qarindoshlarimizga deydiganimiz qarindoshlar. Sizlar Turkiyadagi namoyishlarni ko'rdinglar. Türkiye'de sakçılar işçilik etyapti. Aç biçar halkımız yağmurun içinde yani yerde oturup yani namayışını devamlaştırıptı. Biz Amerika, Avrupa'daki qarindoshlarimiz bo'lsa bunday bir cheklama, hech qanday bir cheklama yo'q qarindoshlarimiz. Hech qanday cheklama yo'q. Shuning uchun mening sizlarga deydiganimiz bu vatanimizda bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun qo'limizdan kelishicha biz bu namoyishlarni qo'limizdan bir olsak bir, ikki olsak ikki, qanchalik inson bo'lsin bu namoyishga chiqishimiz kerak qarindoshlar. Mening endi bu Yevropa, Amerika turayotgan qarindoshlarimga deydiganim talabim shu. Agar biz bu zaminda yashayotgan bo'lsak, bugun Norvegiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, xotirjam yashayotgan bo'lsak, bu badal, bu haq bizga taalluq emas qarindoshlar. Bizga taalluq emas. Sharq Turkiston va Uyg'uristonda o'layotgan, qirilayotgan, ezilayotgan, bosqinchilik uchrayotgan, ezilayotgan qon, yosh, badlik biz bu davlatda yashayapmiz, xotirjam yashayapmiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz u xalqni zulmdan qutqizamiz, irqiy qirg'inchilikdan qutqizamiz, vatanimizni ozod qilamiz desak, bugun bunday jim yetib olsak bo'lmaydi qarindoshlar. Qo'limizdan kelishicha bir bulayli, ikki bulayli, uch bulayli, to'rt bulayli, hech qanday tashkilot rahbarlari boshqalardan ruxsat olmay o'tirgan xalq sutida Turkiyadagi xalq shunchalik namoyishini rivojlantirdi. Qarindoshlarim, sukut mohiyat etgan vaqtimizda Xitoy va Xitoy hokimiyatiga yordam qilganlik bo'ldi. Biz bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoga borgan chog'da Allohning oldida biz ularga javob beramiz. Shuning uchun qo'linglardan kelishicha har qanday vaqt bo'lsin, mayli bir bulinglar, ikki bulinglar namoyishga chiqishinglarni bu vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga to'nish uchun to'xtab qolmasliginglarni umid qilaman. Yana bir deydigan so'zim qarindoshlar. Men bu yerda bugun bunday bir plakatni tayyorlab chiqdim. Yevropa xabaringlarda bor, Yevropa recognize Uyghur genocide degan. Bizning ishlarimiz, davoyimiz Amerikada, Kanada, nurg'un davlatlar rivojlandi. Ammo Yevropa davlatlarida bu masala hal bo'lmadi. Bular o'tirib yana Xitoylar iqtisodiy ishlarda bo'lsin, yana o'tirib intayin osti ketyapti. Shuning uchun biz Yevropalik xalqlarga bizniki bu talabimizni o'tirib qo'yishimiz kerak. Men bu orqali shu deyman, Yevropa xalqiga. Bu Yevropa butun dunyodagi inson huquq, adolat, madaniyat, haqqoniyatning markazi. Shundoq bo'lgandan keyin butun dunyo Yevropadagi butun hukumatlardan hammasidan so'raydigan talabim vatanimizda bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilik deb to'nishini, xalqning ozodlik qilish uchun qo'lidan kelgan barliq yordamlarni qilishini talab qilaman. Rahmat. Thank you. This one is Allah kerim.